Chaqalog'ingiz qornidan bo'lib bezovta bo'lyaptimi? Unda sizga shifobaxsh issiq yostiqchalarni tavsiya qilaman. Havorang va yulduzchali dizayn chaqaloqlar uchun eng yoqimli va muloyim. Yostiqchalarni mikrovolnovkaga 30 daqiqaga qo'yamiz. Yostiqchalardan qayta foydalanish mumkin. Ularning ichiga 3-4 marta qayta ishlangan bug'doy donachalari va giyohlar solingan. Issiq yostiqcha qorin sohasiga qo'yilganda qorin damini yengillashtiradi. Chaqaloqni tezroq tinchlantiradi. Uyqusini yaxshilashga yordam beradi. Motivlarini ko'rishingiz mumkin. Motivlari juda ham zo'r. Onalar ishonch bilan tanlamoqda. Aytgancha, boshqalarga qaraganda narxi juda ham arzon. Tezroq chaqalog'ingiz uchun xarid qiling. Buyurtma uchun pastda profillarini yozib qoldiraman.